Toshkentning kindigida joylashgan, shundoq Toshkent Mol'ni ro'parasida mana bunaqangi innovatsionniy, yangicha tennisli kortlar barpo etilmoqda. Butun Toshkent bo'yicha hali bundan juda ko'p quriladi. Mana shuni administratsiyasi, hop, razdelkasi, hop, sanuzellari, o'tiradigan kafe joylari hammasini bizning kompaniya Jamol Building qurilishini olgan. 10 kun bo'ldi boshlanganiga, 10 kunda polni binoni qad ko'tarib, tomlarni yopdik, oldin navesalarni qildik. 5 kun so'ragimiz qolgan, 15-gacha olganmiz. Nima deb o'ylaysizlar, ulguramizmi yo'qmi bitta kommentariyada fikrlarni yozib qoldirasizlar. Bu yerda nima ishlar qildik. Hop, bizning sendvich panellardan qilinadigan qurilishimiz juda ham tez bo'ladi, bilasizlar. Polni karkaslarini qo'yib, sendvichlarni yopib, tepaga OSB tomlarni yopib, elektrika montajlari polni bitdi. Elektrikadan keyin gipsokartonlarni urish boshlaganmiz уже. Gipsokartonlari hozir bu yoqqa hali o'tmabdi mana. Tashqi tomonlarini уже polностью gipsokartonlar qildik. Ma'lumotlarda уже gipsokarton ichkarilari ham bo'ldi. Bu yerda elektrikadan tashqari hop mana ko'ryapsizlar, mivata qo'yilyapti tepaga. Bu izolyatsiya zo'r beradi. Tepada professional stildan issig'ini mana bu OSB qaytaradi. Buni orasidagi sog'ini mivata ushlab qoladi. Bunda yana bitta gipsokarton uramiz. Mana shu yerda polностью administratsiya binosi. Romlarni уже o'lchab ketishdi, eshiklarni уже o'lchab ketishdi. Xudo xolasa sirokka ulgurishga harakat qilamiz mana. Shiddat bilan jag'lon urib bizani olganimiz ishlashyapti, gipsokartonni qoqishyapti. Gipsokarton qoqib bo'lsa, sirasi malarga tushadi, kafil tushadi. Pollar kafil bo'ladi. Mana bu yerda mana tennisning korti yangichasi, innovatsion, tashqarilarni oynalar bilan yopishyapti bular, qaranglar. Ichkarida setkani tashqari mana bu yerda mana oynadan qilingan, kalyonli oynalardan polностью mana shu yerda chotki tennisning kort bo'ladi. Xuddi mana shunaqa tennisning kortni butun Toshkent bo'ylab bir necha filiallar bo'ladi. Hammasini xudo xolasa Jamol Building kompaniyasi mana shunaqa administratsiyalarni olganmiz. Sizlarga taklifimiz qanaqangi bino bo'lsa, farqi yo'q. Jiloy, nejiloy, hop, har qanaqangi to'lov uslublari, telestena, hattoki birja orqali ham ishlaymiz. Birjadan lot olib, o'zingizlarga shu brokerlar orqali yutib hammasini qilib beramiz. Umuman muammo yo'q. Bu obyektimiz mana Toshkent City Mall shunday ro'parasida, sentrda joylashgan. Bitgandan keyin kelib bemalol bu yerda foydalansanglar ham bo'ladi, tennis o'ynab ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana shu yerdagi, mana shu bizlar qurayotgan obyektni bitta eslab qo'yasizlar, kelganda kuzatib turinglar. Xudo xolasa 15-gacha topshirishga harakat qilamiz. Sizlarga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tezda ushbu raqamlarga aloqaga chiqinglar.